Ey Ro'za og'zim bilan shuncha yoqdan kelibman, ey internetga chilib olib, Mahmadani chilib qilib, uni qilaman, buni qilaman desa, qo'lingda hech bola kelmas ekan. Hech bo'lmasa mana shunchalik qo'yib ber, bolam. Amaki, siz meni tushunmayapsiz. Qo'limdan kelsa jonimdan qilib berardim. Hammalaring shunaqa qo'limdan kelmaydi, bahona qilasiz. Yomon bir kibrga berilgan bola ekansan-da. Shuncha yalinib turibman, qilib bersang bo'lmaydimi? O'rta, mani mashinam keyin qilib beraverasan. Amakim ishlarni tinchitib jo'nataver. To'g'ri aytyapti mana. Qilib ber, bolam. O'rtoq, qo'limdan kelsa qilib berardim. Men injektor tozalayman, programma qilaman, konditsioner zapravka qilaman, kalit yo'qolsa kalitlarni o'qitaveraman. Lekin u ish qo'limdan kelmaydi-da. Ustaman dedi, qo'lingdan biror narsa kelmas ekan, bunaqa joylarda ochib olganing qarang. Nima so'rashyapti o'zi amaki? Nima qilib deyapti? Amortizatorga yog' quyib, eshigimning pachoq joyini chiqarib ber deyapti. Ha, qo'lingdan kelmaydimi ustasami? O'rtoq, men kompyuter qiladigan ustaman. Ha, qilib beraver, shuncha yo'ldan kelibdilar. Pulni olasan-da. Men seni tushunadi desam. G'adish.